Короче, akalar hozirgi videoga qo'pol kommentariy yozmanglar, prosta o'zingizlar fikringlar bildiringlar. Qaranglar. Mana bu sendvich panelni ko'ryapsizlar. Oynadan keyin u tepagacha nechta? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta qo'yildi. 8 ta qo'yildi. Endi narigi oynaning yoniga ham 8 ta qo'yish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Jami 16 ta qo'yilyapti bir kunda. Endi men sizlarga aytaman. Shu kungacha belaruslar bilan ishlayotgandik. Kuniga 2 dona qo'yardik. Bu tomonga 2 dona, u tomonga 2 dona. Obshi 4 dona qo'yatdik. Bugun mana shu o'zimizni akaxonlar bilan ishlayapmiz, musofir akaxonlarimiz bilan ishlayapmiz. Bularga aytibdi, ikkala tomonni yopfar sen debdi. Bu Lettarovga ketishverasan debdi. Shunga bosa-bos qilib ishlashyapti. Hozir bir tomonni yopishdi. Endi hozir bosa-bos qilib ikkinchi tomonni yopishyapti. O'rtadagi farqni ko'ryapsizlarmi, akalar? Biznikilarda shunchaki aldab qo'yapti-da, mana shu tomonni ikkala tomonni tugatsang bo'l, uyingga ketaverasan desa, biznikilar poppullab ishlayapti. O'zi soat 4:30 gacha 4 ta qo'ysang ham mana shu kun o'tib ketadi. 5 ta qo'ysang ham mana shu 2 kun o'tib ketadi. 16 tani yopib borgan taqdiringda ham mana shu kun o'tib ketadi. Birov senga 16 tani yopibsan, malades, mana senga premi, ma 5000 deb bermaydi. Prosta bular umniligi biznikilarni mana shunaqa qilib aldab qo'yadi. Ko'p stroygalarda ahamiyat berganman. Uni shag'alda tashib yuborsang deydi, uyga ketishverasan deydi. Uni g'ish tashib yuborsang uyga ketishverasan. Mana hozir ham 16 sendvichni yopishsang uyingga to'g'ri ketishverasan deganiga dam ham olmasdan, sigaret ham chekmasdan, hech nima qilmasdan bosib o'limga ishlashyapti bolalar. Aldanib qo'ymanglar. Bular o'rganib qolgan biznikilarga. Onani tugatsang uyingga ketasan desa, biznikilar qattiq ishlashini biladi. Soatimiz o'zi 3 bo'ldi. Yana 1,5 soatlik ish bor. 1,5 soatda ular taqillatib olib, ertaroq uyga ketaman deb baribir ulgurmaydi, bitta qolib ketadi. Keyin kech tushunadi ular aldanganligini. Men hozir desam, meni hozir yomonladi. Biz ertaroq uyga ketaylik, uka deb harakat qilyapmiz deydi. Lekin aslini olib qaraganda soat 5 gacha bular ulgurmaydi. Ashunda ham ikkita sendvich qolib ketadi. Zato katta ob'yomni yopib borgan bo'lyapti bular, akalar. Kommentariyaga o'zingizlar fikr bildirib qoldiringlar. Faqat negativ yozmanglar.